Albatta endi ana shu ustunlikni hisobda ham o'zgartirish kerak. To'p tepib berildi. Jasur Hasanov, darvoza bo'sh. Va nihoyat gol! Gol! Gol qadrli futbol ishqibozlari Farhod Tojiyev raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Nihoyat Jasur Hasanov birinchi bor burchak zarbasini amalga oshirdi va Muhammad Saqirning navbatdagi xatosi, Server Jeparovning ajoyib harakati va Farhod Tojiyev raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Mana Jeparov. Demak, Jeparov burchak zarbalarini amalga oshirish kerak emas, balki jarima maydonchasi ichida turish kerak ekan. Tojiyevga qoyil qolish kerak. Farhod Tojiyev nihoyat ishonchni oqladi. 1-0. Maydon markazida yana futbolchimiz Jeparov. Hozir Jasur Hasanovning oldiga qarab boshladi. Jasur to'pni egallab oldi. 5 futbolchi. Xavfli vaziyat, Farhod Tojiyev, gol! Farhod Tojiyev 2-0. Juda chiroyli kombinatsiya. Server Jeparov boshlab bergan kombinatsiyani Jasur Hasanov davom ettirdi. Farhod Tojiyev golga aylantirdi. Ha, o'yin amaliyoti yo'q deyotgan hamkasblarim mana Farhod Tojiyevni ko'rib qo'ysin. 2-0. 2-0 va endi juda ham yaxshi kayfiyatda hozir tanaffusga chiqishadi futbolchilarimiz. Karpenko esa to'pni maydon markazida turgan hozir futbolchi sheriga yetkazib berdi. Shatskix. Farhod Tojiyev, gol! 3-0. Yana Farhod Tojiyev, hat-trick. Tomosha qilamiz. O'yindan tashqari holat yo'q. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Ana shu to'pni yetkazib bergan futbolchini ham aniqlashim kerak. Temur Kapadze qoyil qolishimiz kerak. Mana tajriba. Demak, Server Jeparovning ham, Jasur Hasanovning ham, Temur Kapadzelarning ham hissasi bo'ldi ana shu kiritilgan gollarda va eng asosiysi Farhod Tojiyev. 3-0. Juda chiroyli tarzda to'pni sheriga yetkazib bermoqda. Kapadze, Andreyev. To'p jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat, gol! Anvar Soliyev, 4-0. Juda chiroyli kombinatsiya, ana shunday tarzda o'yindan tashqari holat yo'q. Anvar Soliyev esa bosh bilan qanday o'ynashni biladi. Biz bu futbolchini o'sha oldingi Bunyodkor jamoasida tarkibdagi uchrashuvlarda ham ko'rdik. Bir necha bor u raqib darvozasiga to'p kiritdi. Hattoki o'sha o'z maydonida Al-Hilol bilan, Al-Ittifoq bilan bo'lgan uchrashuv